Kvadratli xonadonni obzor qilib ko'rsatmaysizlar. Bu xonadonimizda 4 xona, 2 ta sanuzildan iborat juda ham chiroyli xonadon. Bu yoq oshxonamizda ko'rasizlar, xolodilnik, hamma narsa joylab qo'yishgan. Bu xonadonga shundoq kirib yashasangiz bo'ldi. Faqat pul kerak bo'ldi. Skvoznoy xonadonimizda, xo'p. Bu esa zal qismimizda. Har bitta zalimizni ko'ryapsizlar, mana kattagina, kengina va har bitta xonamizning o'zini axralari, hamma narsasi bor do'stlar. Bu esa detskiy xonamiz ekan. Xo'p, mana detskiy xonani ko'ryapsizlar. Даже o'yinchoq qo'yib qo'yishgan. 3 ta spalniyadan iborat zal alohida. Bu esa sanuzilimiz ekan. Mana ko'ryapsizlar, stiralkadan tortib hammasi qilib qo'yishgan ekan. Xo'p. Bu yerda esa katta yana bitta spalniyamiz. O'zini garderob xonasi bor ekan do'stlar. 115 kvadratni tashkil qiladi. G'ishli Novosibirsk uzbumda joylashgan 10-etaj turimiz. Bu esa master spalniyamiz. Xo'p, rahmat kattakon. Bu esa mana ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli dit bilan qilingan remont. Bu uyimizni ayolingizni, opa, singil, qizingizni olib kelsangiz, ishoninglar, sразу olib bering deb turib oladi. Shuning uchun pulni yig'ib kelaverasizlar, hoji akalar. Bu xonadonimizni aytib o'tdim, 10-etaj joylashgan va ikkita do'stimiz bilan birga obzor qildik. Uyimiz narxi 205 ming, yana kelishtirib beradigan joylari bor. Sizlar nima deysizlar? To'g'rimi narxi? To'g'ri. Sog'. Kelinglar, xudo xolasa yoqadi sizlarga. Siz nima deysiz? Dahshat. Bosingiz, hammaga rahmat, xayr.